O'g'lini pulida qaynonani qanchalik haqqi bor deb o'ylaysiz? Eringiz boy bo'lishini xohlaysizmi? Ota-onasidan, jigarlaridan, ahli oilasidan pulni ayamasin. Ota-onasi farzandlari jigarlarini ustida qancha chochsa Alloh shuncha berar ekan. Chunki men ko'z o'ngimda turmush o'rtog'imni ko'ryapman-da. Turmush o'rtog'im ota-onalaridan, jigarlaridan, mendan, farzandlaridan bir sim ayamaylar. Shunaqa chochib tashinglar ustimizda, oxirgi pullari bo'lsa ham ollaring deb tashinglar. Alloh shunaqa baraka eshiklarni ochib tashlaydi, hayron qolaman. Men oddiy insonga turmushga chiqqanman, lekin shu darajaga kelishlariga men shu erimni qo'llarini ochuvligi sabab deb o'ylayman. Ota-onalariga har doim pul chochadilar. Men ham har doim aytaman, oyijon, adajonga qivuring, borma qivuring, chunki ularni duolarini olgan sari pulis ko'payib yotibdi deyman. Har doim menga farzandlari, jigarlariga ham quvuradilar. Iltimos, oilasidan, yaqinlaridan pul qizg'antirmanglar. Bu to'g'ri emas. Boylikning siri ehsonda.